Assalomu alaykum Razoq shahrining turg'unlari. Mol hol ko'paytiramiz degan biznesmen aka-ukalarimiz mana sizlar uchun Razoq shahri Uzunsoy ko'chasida mana shunday mana tep-tekis 16 sotik yer plus ko'rib turgandek 10 ga 55 metrlik katta qo'rov sotiladi. Do'stlar, videoni jurishida sizlarga adreslarini, qo'rov ichidagi uslovlarni taqtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, shu Razoq shahrining sentralni yo'li bilan prokuratura tomonidan Qarasov ko'chasi bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turgandek bu yog'i chap qo'lga burilib, Uzunsoy ko'chasi bilan tuz bosib kirib borsangizlar bo'ladi. Sentralni yo'l bilan ichga burilmasdan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turgandek bu yoq tomonda transformator bor. Shu transformator oldidan chap qo'lga burilib, shu yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, sotilayotgan qo'rov oldiga kirib borasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan qo'rov oldiga yetib keldik. Adresni yana bir bor aytib o'tamiz. Razoq shahri Uzunsoy ko'chasi 70-uyi to'g'risida bu yoq tomonda ko'rib turgandek 66-16 sotik yer 55 metrlik katta qo'rov bilan sotiladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga kirib borib granitsalarni ham taqtab ko'rsatishga harakat qilamiz. Sotilayotgan qo'rovimiz oldi tomon granitsasi mana shu betonni burchagidan bu yog'i mana dakansa qo'shni granitsasigacha uzunasi 55 metr. Yo'l tomonga keyinchalik zabor qilamiz deb mana shunday uzunasi 55 metrga betondan cho'tki qilib fundamentlarni qilib plus armaturalarni qoldirganlar. Yuqori yon tomon granitsasi mana shu burchakdagi armaturadan ko'rib turgandek bu yog'i dakansa qo'rovi orqasiga chayin so'nar qilib mana qo'shli granitsalarni ajratib, tunukalardan cho'tki qilib zaborlarni qilib qo'yganlar. Pastki yon tomon granitsasi mana shu betondan bu yog'i mana to'g'ridagi beton stoykaga chayin granitsa. Ko'rib turgandek bu yoq tomonni ham keyinchalik olib o'zingizga bahozir ограждение qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rib turgandek qo'rovi orqa tomondagi granitsa ham bu yoq tomonda ham mana qo'rov orqasida 5 metr joylarigacha bor. Plus ko'rib turgandek qo'rov orqasi ham tekis, bahozir mol-hollarni olib chiqib shu tomonlarga bo'ylab qo'yib yoki xashak-pashak bosib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, bu qo'rov foydali tomonlari ko'rib turgandek qo'rovi orqasida mana shunday mana katta yo'yitlar bor. Yo'yitdan muammo yo'q. Bu qo'rov sotgan odam bahozir kelib mana shu yo'yitga mol-hollarni haydab o'rsanglar, mol-hollar o'zi o'tlab, aylanib, qandan to'yg'ozib tushib keladi. Sotilayotgan qo'rovimizning foydali tomonlari bu yoq tomonida 30 metrlik qishga bahozir issiqqina bo'lsin deb ustlariga loylarni bosib qo'yganlar. Bu yoq tomoni yarimi 20 metrini yozda salqingina shabodada yotsin deb oyna eshiklarni ochib qo'yganlar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb kirib borib qo'rov ichidagi uslovlarni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'rov ichiga kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda katta qishki issiqqina qo'rov bor. Ko'rib turgandek bu yoq tomonda oxirlari ham so'non qilib cho'tka qilib qo'yganlar. Hozirgi paytda bu qo'rov ichiga oxirlarni cho'tka qilib otlagan mollarga rashot olib baland oxirlarni qilib qo'yganlar. Plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek qo'ylar uchun ham mana yem oxirlarni cho'tka qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, ko'rib turgandek qo'rovimizni eni 10 metr, ichkari tomondan 9 metr. Va hozir yarmini qo'yxona, yarmini molxona qilsanglar bo'ladi. Polnisda aylanasiga cho'tki qilib to'silgan. Plus mana ko'rib turgandek bu yoq tomonlarini ustiga cho'tki qilib loylarni bosib qo'yganlar. Qishda issiqqina bo'lsin deb. Plus bu yoq tomonda mana qo'ylarga cho'tki qilib огражденияларni qilib qo'yganlar. Bu yoq tomonda qo'ylar, keyin mana burchaklarga oxirlarni qilib qo'yganlar, otlarni qamab boqsanglar bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganda bu yoq tomonda qo'rov ichida bitbarda o'slovelari bor, oxirlari plus ustlariga loy bosilgan, chiroqli ham bor. Va hozir qo'rov sotib olib kelib, ichida mana shunday mana otlarni, mollarni plus ko'rib turganda qo'ylarni boqsanglar bo'ladi. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin yana bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Uzunsoy ko'chasida mana shunday mana 66-yer mana shunday mana katta qo'rovlar bilan sotiladi. Do'stlar, bu sotilayotgan qo'rovimizning foydali tomonlari bu yoq tomonda kirib yashashga uychalari ham bor. Bu uychani ham razmerlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek bunaqangisi 5 metr. Bu yoq tomoni eni 4 metr. Va hozir kelib ichlarini chiroyli qilib oqlab, maza qilib kirib bo'ladi. Plus mana orqa tomonni ham tomosha qilib o'tirishga cho'tki qilib oynalarni qoldirganlar. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdek, boya aytib o'tganimizdek, bu yoq tomonda letni qo'rov bor.
hozirgi paytda qo'rov ustini ochib qo'yganlar. Yozgi kunda mol hollar toza havoda yotsin deb ko'rib turgandek. Bu yoq tomondagi letni qo'rovida ham onda mana katta beton oxirlarigacha bor. Biz ko'rib turgandek steykalari bilan. Do'stlar, bu qo'rov sotib olgan odam hozir kelib o'zlarini qo'llariga yoqqanday sonini qilib, ishlarini remont qilib, mol hollarni ko'paytirib yursalar bo'ladi. Plus oldida katta 16 sotik yerlarigacha bor. Do'stlar, dag'i bir bor adresda aytib o'tamiz. Razoq shahri Uzunsoy ko'chasida mana shunday mana 16 sotik yer plus katta 55 metrlik qo'rovlari bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 4 million 600 ming deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishinglar mumkin. Do'stlar, agar sizlarga video yoqsa, обязательно qo'rov sotib olamiz degan do'stlarimizga shu videoni podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.